UFC chempioni Habib Nurmagomedov shunday degandi: Har bir erkak nimagadir qaram bo'ladi. Ba'zilar chekadi, ba'zilar ichadi, ba'zilar ayollar ortidan yuradi. Yana boshqalar vaqtini bekorga o'tkazadi. Lekin haqiqiy erkak intizomga qaram bo'ladi. Intizom bu erta turish, ibodat, mashq va sukunat. Unga motivatsiya kerak emas, chunki intizom his-tuyg'usiz ham harakat qiladi. U men baribir boraman deydi. Charchaganingda ham, yolg'iz qolganingda ham intizom seni harakatda ushlab turadi. Eng yaxshi qaramlik bu intizom. U kuchli hayot quradi. Tinchlik istasang, intizom seni himoya qiladi. Hurmat istasang, intizom uni olib keladi. Hech qanday qisqa yo'l yo'q, faqat mehnat. Bahona qiladigan emas, nazorat qiladigan erkak bo'l. Yig'lama, birovlarni ayblama. Agar yaxshi hayot xohlasang, yaxshi odatlardan boshla. Har kuni intizomli bo'l, toki intizom sening o'zingga aylanguncha. Siz intizomlimisiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Like bosishni va sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.